Xullas, gapimni oxirigacha aytib qo'ymoqchi edim. Aziz ayollarimiz, iltimos, o'zinglarni avaylanglar, asranglar. O't yulish kerak emas. Tug'gandan keyin yangi tuqqan ayollar, ayniqsa keserva bilan tug'ganlar, hali nozik, immunitet past, bachadon to'liq qisqarmagan bo'ladi. Ertaga endi bu ayollar taqdiri nima bo'ladi? Bunaqa holatlarda chokla ketib qolsa, bachadonni olib tashalanadi ko'pincha. Bachadon olib tashalansa, keyin boshqa farzandli bo'la olmaydi. Tushunasizlarmi buni? Bir umrga kelgan bu o'sha o't deb afsusda o'tadi odam. Xo'jayiningizdan yordam so'rang, yaqinlaringizdan yordam so'rang, shunchalik o't yulish muhim bo'lsa agar. O'zingizni avaylamasangiz, yoningizdagilar avaylamasa, bittasi burchatqa yuvadi, bittasi gilam yuvadi. Hali ham shunaqa oilalar bor ekan bizda hozircha. O'shanga xafa bo'lib sizlarga aytib beryapman. Sal o'zinglarni avaylanglar, asranglar, turmush o'rtog'inglarga aytinglar. Bunaqa og'ir ishlar qilish